Ustoz qarang, mana juda ko'pchilikda hozir tadbirkorlarda bir qancha treninglarda o'tgan, bir qancha obkatkadan o'tishgan o'shandan kelib chiqadigan bo'lsa, juda ko'p tadbirkorlarda ishonchsizlik ham paydo bo'lgan. Bir tomondan hali sinab ko'rmaganlar bor, kurslarga bormaganlar ham bor. Umuman demoqchiman, soha bo'yicha. Lekin bormasdan turib negativ bor, lekin undan tashqari borib turib ham negativ olganlar bor. Shunda ko'pchilik yaxshi o'zingiz bilasiz, motivator degan narsa chiqib ketgan, boshqa chiqib ketgan. Shuni hisobiga haqiqiy biznes trener, haqiqiy ilm beradigan motivatorning farqi undan tashqari siz bu yo'nalishda ilm berish uchun qanaqa bilim ko'nikmalarga egasiz va qayerdan olgansiz bu bilimlarni. To есть e'tirozli, haqli savol chiqishi mumkinda boshqa siz bilan ishlamoqchi bo'lgan odamlardan. Sen o'zi qayerdan o'rgangansan bu narsani? Qanaqa opiting bor? Zo'r, birinchi savolingizdan boshlaylik. Xo'p, o'zi motivator degan narsa bor haqiqatda, dunyo miqyosida bor. Buni saviyasi hali yetib kelmaganlar aralashtirib yuboradi. Ya'ni sahnada kimdir dars o'tayotgan bo'lsa, u motivator degan tushuncha paydo bo'lib qolgan. Bu qayerdan paydo bo'lib qolgan desa, blogerlarga ergashuvchi odam bizning xalqimiz hali kim tanilib ketgan bo'lsa, o'shanga ergashib ketadigan xalq desak bo'ladi. Ya'ni xalqimiz ba'zi aksariyat qismi shunaqa. Va blogerlar motivator degan so'zni endi trend bo'layotgan paytda hamma nimadir olib chiqib ko'rdi. Sahnaga chiqib dars o'tganki, hamma motivator degan tushunchani berib qo'ydi. O'zi bloger kim desa, men o'ylayman, bloger shunaqa ko'p aksariyat blogerlar shu podpischi ko'paytirish va prosmotr ko'paytirish uchun onasini ham hijolatga qo'yib qo'yaveradigan insonlar ko'pi va o'shalarga iloji ergashib qo'yilyapti. Va bilmagan holatda miyasiga shu motivator degan narsa singib qolgan va o'zi bor kasb bu. Motivatsiya beruvchi insonlar bor, hali biznes boshlashni bilmagan, katta bir pullarni miyasiga sig'dira olmaganlarga motivatsiya beriladi. Bor narsa, lekin bizni unaqa deyish bu saviyasizlik deb o'ylayman, chunki biz motivatsiya bermaymiz, aksincha motivatsiyani ba'zida sindirib ham qo'yamiz. Nimaga? Kichkina xatoni qilsang, biznesda seni o'ldiradi deymiz. Naborot, kichik narsalarga ko'proq e'tibor qarat deymiz. Motivatorlar ham $1 million topish haqida miyani ochishga harakat qiladi. Bizda shu standartlar bo'lishi kerak, nazorat bo'lishi kerak. Agar bu bo'lmasa, biznesda hech qanaqa sistema ishlamaydi. O'zing hamma narsaga bog'lanib qolasan. Operatsiyonkadan chiqolmay qolasan. Faqat qiladigan ishing borib ishchilarni nazorat qilish bo'lib qoladi. Tepadan qarab biznesingni kengaytira olmaysan deb aytamiz. Ya'ni farqi bor. Ya'ni biz hamma narsa oson bo'ladi, tezda bo'ladi degan narsani va'da qilmaymiz. Qiyin bo'ladi, lekin natijali bo'ladi degan narsani va'da bera olamiz. Shunaqa desak bo'ladi. O'zi umuman motivatorlik o'zi kasbi dunyo miqyosida bor. Yevropada haqiqatda motivatorlar bor. U kasbi shunaqa. Diplomi shunaqa. Endi amaliyot boshqa narsa baribir. Motivatsiya ham kerak baribir kimgadir. Umid akaning zo'r gapi bor, Ishmuhammedov. Shu likkilab o'ynaydigan tiktokerlardan yaxshi baribir motivatorlar deydi. Ya'ni rostdan ham motivatorlar bor, u bechoralar ham yo'q bo'lib ketdi ba'zi blogerlar nimasidan keyin. Xo'p, shunaqa. Endi bizga keladigan bo'lsak, o'zi xalq yaxshi biladi. Ya'ni nimadir olsa, o'zi 1 yildan ortmadi. Men tajribamda ko'rdim. O'sha rostdan ham o'zi 4 ta kitobni o'qib olib chiqib gapirayotganlar 1 yildan ortmadi. 1 yildan ortiq motivatorlik qilib yurganini ko'rmadim men ochig'i. Rostdan ham realniy bilim berayotganlar haqiqatda yillar davomida dars berib shogirdlarini ko'paytirib kelyapti. Shaxsan bizda ham 10 mingdan ziyod shogirdlar bo'ldi, Allohga shukr. Ular 0 dan millionga chiqqanlari bo'ldi ichida. Ya'ni $1 million chiqqanlari bo'ldi. Oddiygina kichkina do'konchadan bir nechta set filiallari ochilganlari bo'ldi. Hop, shu endi oldin xodimlarini baqir-chaqir bilan boshqaradiganlar endi intizom bilan, odob bilan, kerak bo'lsa sayohatlarga jo'natib, shunaqa narsalar o'rganildi. Rahbarlik etikalarini o'rganishdi. Tizim qurganlar bo'ldi. Oldin hamma ishni o'zi qilardi, endi hozir xodimlarni qo'li bilan boshqarishni o'rgandi. Nazorat yo'q edi, endi nazorat qilishni o'rgandi. Mana shu motivator degan narsa bizga taalluqli emas deb bilaman, lekin yomon kasb emas. Xo'p, o'sha hozir yana bitta savolimizda anaqa qolib ketdi. Ya'ni ko'p trenerlarga borganlar ham, treninglarga yoki kurslarga borganlar ham o'zini biznes natija ko'ra olmayotgan joylari bor. Ularda asosiy anaqasi nimadan iborat xatosi? O'zi rostdan ham o'sha birinchidan o'rganuvchini urviniga ham bog'liq. Masalan, kattaroq urvinga borib qo'ysa, hali kichkina bir alifbeni o'rganmasdan turib fizikani o'rganishga o'xshab qoladi.
Ko'p biznesmenlar haqiqatda soxta nimalarga ham borib qo'yadi. Ba'zilarida eshitganman, trening degani, dars degani shu bo'lsa, umrim bo'yicha bormaganim bo'lsin deb yuborgan. Nimaga? Shokolad misolida olsak, shokoladda ham soxtasi bo'ladi. 2-3 marta soxtasini yeganingizdan keyin originalini ham shu soxta deb o'ylab qolasiz. Tushundim. Qaytib yegisi kelmay qoladi. Ya'ni shundoq xulosa qilsak bo'ladiki, xuddiki masalan biznesda o'zini bilinishi kerak bo'lgan boshlang'ich bilimi bor, shundan magistrgacha, PhDgacha o'sib ketadigan uroveni bor. O'shaning uchun maktabdagi ilmini olmasdan turib, litsey, universitet ilmiga borib olish ham xato, ya'ni natija bermasligi mumkin. Chunki aynan birinchi qatlamda aynan instrumentariy beriladi, aynan kerakli yo'llanma beriladi. Shuni hisobiga natija ko'rib turib, keyin qadamma-qadam o'sib borgan va o'sha urovendagi treninglarga borgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqa. Keyin ba'zilar aytadi, "Ha, deb treninglarga boraverib bo'lmayapti natija" deydi. Keyin hozircha o'sha eshitganlarim, bilganlarim qo'llashga harakat qilay deydi. Bu ham noto'g'ri va hech qanaqa qo'llamasdan yuraveradi. Yoki "Ha, deb boravermaslik kerak" deydi. Rostdan ham to'g'ri, "Ha, deb boraverish kerak emas, lekin to'xtamasdan borish kerak. Faqat qachon nimaga borishni bilish kerak. Uning uchun masalan probkani bilish kerak. Biznesda har doim probka bo'ladi. Hozir masalan meni sotuvchim yo'q. Birinchi sotuvchi olishim kerak. Nimaga? O'zim aralashmasdan sotuvni oshirishni tashkil qilaman. Demak, menda probka sotuv bo'limida. Endi ertaga sotuvchini zo'r ko'paytirdim, yaxshi tarbiyaladim. Endi menga mijoz oqimi kerak. Chunki oldin bitta sotuvchi bilan yaxshi savdo bo'lib turardi. Endi ikkita sotuvchini ham ta'minlab berishim kerak. Endi menda probka marketingda. Endi marketingni ham zo'r qilib qo'ydim. Bu yoqda zo'r ketyapti hammasi. Faqat yana xodim ko'paytiray desam, tez xodim ko'paytirish imkoni yo'q. Endi tizimda yoki xodimlarning ichida muammo chiqyapti. Tezroq tizimni tartibga solmasam, bor xodimlarimdan ham ayrilib qolaman. Ketib qoladi raqobatchilarga. Xuddi shunaqa, ya'ni har doim probka bo'laveradi. Va biznes egasining vazifasi probkani aniqlash. Demak, men sotuv bo'limida probkami, demak, borib sotuv bo'yicha o'qishim kerak. O'qidimmi, siraz qo'llayman, u oddiy, miya shunaqa oson Alloh yaratganda kuchli qilib. Endi mijoz oqimi menda qiyin bo'lyaptimi? Marketingga borib o'rganishim kerak. Endi ikkalasini ham qildim, tizimimda tartibsiz deb oldim, to'xtamasdan tizimni o'rganishim kerak. Buni qo'llab olay deyish bu ahmoqlik bu. Ya'ni sotuvni o'rganib tizim qila olmaydi odam. Demak, tizimimni tartibga soldim, endi xizmat ko'rsatish bo'limimni yaxshilashim kerak. Har birini o'zini ilmi bor. Sekin-sekin zo'r holatga chiqib oladi, ya'ni tirik organizm holatga chiqib oladi biznes. Ana undan keyin kam aralashuv bilan katta ob'yemda tezroq ishlash mumkin. Tushundim. Xulosa, bu ilmni to'xtatmaslik kerak. O'zi 1,5 million biznesmen bor. Shu paytgacha katta oborotga chiqqanlarini hammasini qarang. 99 ham demayman, 99.9% mana shu kurslarda o'qiganligi uchun katta millioner bo'lgan. Agar shunaqa emas bo'lsa, quloqimni kesaman. Narigi 0.1% qanaqa qilib millioner bo'lib qolgan desa, eski o'tar paytda kim nima boshlasa millioner bo'lib ketavergan, o'shalarning 99% o'lib ketgan, hali 0.1% tirik qolgan. Nimaga? To'xta, mana shu hozir dalishi yaxshi ketmayapti hozir. Ko'pchilik o'lib ketdi raqobatda. Endi men tirik qolishim uchun o'qishim kerak ekan deb ular ham o'qib qolgan yoki bo'lmasam qaysidir tomonlama komandasi yaxshi o'qish bilan boshqarib ketgan. Xullas kalom o'qiganlar. Ko'p ko'rdim, o'qiganlar o'syapti. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham ilm izlangan yo'lini topgan yani. Xo'p, yoki shu 0.1% ichiga kirib ketadiganlar monopolistlar bo'lishi mumkin. U monopolistlar achchiqli narsa. Monopolist, ular biznesni bilmasa ham, marketingni bilmasa ham monopoliya zo'r millioner bo'lib yuribdi. Bor unaqalar.